Men erimni sevaman. Chindan ham sevaman. Lekin har tun u yonimda pishillab uxlayotganida men ko'zlarimni ochib tavba qilaman. Chunki mening vujudim uniki bo'lsa ham xotiralarim boshqa odamga tegishli. O'z akamga. Buni eshitish dahshatli. Bilaman. Siz hozir mendan nafratlanyapsiz. Meni hukm qilyapsiz. Agar Berov menga shu gapni aytsa, men ham uning yuziga tupurgan bo'lardim. Lekin hayot biz o'ylaganchalik oddiy emas ekan. Oq va qora ranglardan tashqari shunday bir qorong'u ranglar borki, unga tushib qolmasangiz aslo tushunmaysiz. Assalomu alaykum, Farrosh hikoyalari kanalining aziz va qadrdon muxlislari. Ismim Malika. Hozir 32 yoshdaman. Erimning ismi Rustam. Bizning 10 yillik baxtli oilamiz bor. 2ta farishtadek bolamiz bor. Tashqaridan qarasangiz biz ideal oilamiz. Hamma havas qiladi. Hamma bizdek bo'lishni xohlaydi. Lekin mening ichimda, mening qalbimning eng tubida chiriyotgan bir sir bor. Bu sir go'yo tirik maxluq. U meni ich-ichimdan yeb bitiryapti. Bu mening eng katta gunohim. Va ayni paytda mening yagona haqiqiy telbalarcha muhabbatim. Akamning ismi Jasur. U mendan 5 yosh katta. Bizning o'rtamizdagi rishta hech qachon oddiy aka-singillik bo'lmagan. Ota-onamiz doim ishda, doim band edilar. Biz uyda doim ikkimiz qolardik. Jasur men uchun hamma narsa edi. Ham ota, ham ona, ham himoyachi, ham koinot. Esimda 7 yosh edim. Velosipeddan yiqilib tizzamni yorib oldim. Qon oqib ketdi. Men onamni chaqirib yig'lamadim. Men Jasurni chaqirdim. U yugurib keldi. Meni ko'tarib oldi. Yaramni yuvdi. Dori surtdi. O'shanda uning ko'zlaridagi xavotirni ko'rganman. U mening og'rig'imni o'zinikidek his qilardi. Kechalari momaqaldiroq gumburlaganda qo'rquvdan qaltirab uning xonasiga yugurardim. Uning karavotga kirib, kichkina qo'llarim bilan unga yopishib olardim. U meni bag'riga bosardi. "Qo'rqma, Malikam. Men borman. Seni hech kim xafa qila olmaydi", derdi. Uning bo'ynidan keladigan o'sha bolalarcha atir-sovun hidi men uchun dunyodagi eng tinchlantiruvchi ifor edi. Uning bag'ri mening xavfsiz orolim edi. Biz birga ulg'aydik. Maktabda Berov menga qattiq gapirsa, Jasur o'sha zahoti paydo bo'lardi. U mening soyam edi. Men esa uning yorug'ligi. Mening hamma sirlarimni faqat u bilardi. Biz kechalari soatlab gaplashib o'tirardik. Ba'zan hech narsa haqida, ba'zan hamma narsa haqida. U mening ko'zimga qarab nima xohlayotganimni bilardi. So'zlarga hojat yo'q edi. Bizning qalbimiz bir xil ritmda urardi. Boshqalar uchun biz shunchaki inoq aka-singil edik. Lekin ich-ichimizdan bu qonqardoshlikdan ham chuqurroq g'alati bir bog'liqlik edi. O'smirlik davrim boshlandi. Yigitlar menga e'tibor bera boshladi. Lekin mening hech qaysi munosabatim uzoqqa cho'zilmasdi. Nega bilasizmi? Chunki men ularning har biridan Jasurni qidirardim. Ularning hech biri Jasurdek tushunmasdi. Hech biri Jasurdek qaramasdi. Hech biri u kabi himoya qila olmasdi. Va ularning hammasi mening ko'zimda mag'lub bo'lardi. Jasur ham qizlar bilan uchrashib yurdi. Lekin u ham hech kimga uylanmadi. Jiddiy qadam qo'ymadi. Uning hayotida qizlar paydo bo'lganda mening ichimda qandaydir ilon o'rmalardi. Men rashk qilardim. Dahshatli darajada rashk qilardim. O'zimcha buni singillik qizg'anishi deb o'ylardim. Lekin o'zimni aldayotgan ekanman. Bu mutlaqo boshqa narsa edi. Bu u faqat meniki degan yovvoyi egalik hissi edi. Keyin hayotimga Rustam kirib keldi. Rustam o'ta aqlli, bosiq, kelajagi porloq yigit edi. Ota-onam uni ko'kka ko'tarishdi. Tengini topding, deyishdi. U menga chiroyli so'zlar aytardi. Qimmat sovg'alar berardi.
Meni malikalardek tutardi. Men uning taklifini qabul qildim. Chunki bu to'g'ri qaror edi. Hamma shuni kutayotgan edi. Jamiyat shuni talab qilardi. O'zimni ishontirdim. Baxtli bo'lish uchun shu yetarli. Sevgi keyin keladi, dedim. To'y taraddudi boshlandi. Liboslar, mehmonlar, restoran. Hamma narsa yugur-yugur. Hamma xursand. Lekin mening yuragimda qandaydir sovuq tosh yotardi. O'zimni qandaydir tuzoqqa tushayotgandek his qilardim. Shu davrda Jasur butunlay o'zgarib qoldi. U gapirishdan to'xtadi. Doim o'ychan, doim ma'yus. U menga chetdan, uzoq-uzoqdan tikilib turardi. Uning ko'zlarida shunday bir jonsirak og'riq bor ediki, buni ko'rib mening ham yuragim qon talardi. U men uchun xursandek ko'rinishga urinar, lekin bu shunchalik soxta ediki. To'y yaqinlashgan sari mening nafasim bo'g'lardi. Men hayotimdagi eng muhim insonni, Jasurni abadiy yo'qotayotganimni anglab yetardim. Endi hech narsa oldingidek bo'lmaydi. Endi men birovning xotini bo'laman. Bu o'y meni aqldan ozdiray derdi. Lekin orqaga yo'l yo'q edi. Karta tashlab bo'lingandi. To'yimdan 3 kun oldin biz butun oila bilan tog'dagi dala hovlimizga bordik. Bu bizning eski an'anamiz edi. To'ydan oldingi so'nggi oilaviy dam olish. Kechgacha shovqin-suron, o'yin-kulgi bo'ldi. Hamma charchadi. Tunda hamma xonalarga tarqalib uyquga ketdi. Faqat men va Jasur qoldik. Tashqarida sekin yomg'ir tomchilay boshladi. Biz ochiq ayvonda eski yog'och kursilarda yonma-yon o'tirardik. Hamma yoq jimjit. Faqat yomg'irning tomga urilishi va uzoqdan chigirtkalar ovozi. Havo salqin, nam tuproq hidi kelardi. Biz uzoq vaqt indamay o'tirdik. Sukut shu qadar og'ir ediki, qulog'imni kar qilay derdi. Nihoyat u sukutni buzdi. Ovozida g'alati, sinik bir titroq bor edi. Rustam, u seni baxtli qila oladimi, Malika, dedi u. Ko'zimga qaramadi. Qorong'ulikka tikilib turardi. Men yutindim. Tomog'imga bir narsa tiqilib qoldi. Ha, u yaxshi inson. Hamma yaxshi bo'ladi, dedim duduqlanib. Lekin ovozim o'zimga ham shunchalar yolg'on, shunchalar zaif eshitildiki. Shunda u menga burildi. Ayvonning xira chirog'ida uning yuzini ko'rdim. Uning ko'zlarida yosh aylanardi. Mening kuchli, yengilmas, mag'rur akam yig'layotgan edi. Men sensiz nima qilaman, deb pichirladi u. Uning ovozi yig'iga aylanib ketdi. Sen mening hayotimdagi yagona ma'nosan, Malika. Seni birovga berib yuborish, go'yo o'z yuragimni sug'urib berishdek gap. Men bu uyda sensiz qanday nafas olaman? Bu so'zlar mening vujudimni poroxdek portlatib yubordi. Men o'zimni ushlab turolmadim. Barcha niqoblar, barcha yolg'onlar, to'y haqidagi o'ylar parcha-parcha bo'lib to'kildi. Men ho'ngrab yig'lab yubordim. Yuzimni qo'llarim bilan to'sib faryod qildim. Chunki men ham xuddi shunday ezilayotgan edim. U darhol o'rnidan turdi. Tizzalari bilan mening oldimga cho'kdi. Issiq qaltirayotgan qo'llari bilan yuzimni yopgan kaftlarimni sekin tortib oldi. U mening ko'z yoshlarimni o'z barmoqlari bilan artdi. Uning barmoqlari shunchalar issiq, shunchalar tanish edi. Lekin bu safar bu teginishda mutlaqo boshqacha, qandaydir elektr toki bor edi. U mening yuzimni hovuchladi. Nafasi yuzimga urilardi. U peshonamdan uzoq, juda uzoq o'pdi. So'ng sekin pastga tushdi. Ko'zlarimdan, yonoqlarimdan o'pdi. Men qarshilik qilmadim. Harakatlanishga madorim yo'q edi. Vujudim xuddi sehrlangandek qotib qolgandi. Miyamning eng uzoq burchagida bir ovoz, bu gunoh. Bu sening akang, deb baqirardi. Lekin yuragim o'z qafasini yorib chiqishga tayyor edi. Bu xuddi yillar davomida sahroda suvsiz qolib, nihoyat buloqqa yetib kelganga o'xshardi.
Uning lablari mening lablarimga tegdi. Bu hayotimdagi birinchi bo'sa emasdi. Lekin bu mening birinchi haqiqiy bo'sam edi. Bu shunchaki hayvoniy ehtiros emasdi. Yo'q. Bu bo'lsada 20 yillik aytilmagan so'zlar, yashirilgan sog'inch, fojia, vidolashuv va qonli ko'z yoshlar mujassam edi. Bu butun umrlik yolg'izlikning portlashi edi. Men qo'llarimni uning bo'yniga chirmadim. Men unga javob qaytardim. O'sha soniyada men uchun koinot to'xtadi. Faqat yomg'ir ovozi va bizning aqldan ozgan yuragimizning gumburlashigina qolgandi. U meni dast ko'tarib oldi. Qorong'u yo'lakdan o'tib mening xonamga olib kirdi. Meni ehtiyotkorlik bilan xuddi billur idishni qo'ygandek karavotga yotqizdi. U tepamda turib ko'zlarimning ich-ichiga tikildi. Go'yo so'nggi bor ruxsat so'rayotgandek. Go'yo orqaga qaytish imkonini berayotgandek. Lekin men ko'zimni yummadim. Men unga qarab turdim. Bu mening o'z xohishim edi. Mening ongli gunohim edi. U sekin titrayotgan qo'llari bilan libosimni yecha boshladi. Uning har bir harakati shunchalar mayin, shunchalar muqaddas ediki, go'yo u ibodat qilayotgandek edi. Men ham unga yordam berdim. Tanamiz bir-biriga tekkanda butun vujudim olov bo'lib yondi. Bunda zarracha uyat, zarracha ifloslik sezilmasdi. Faqatgina dahshatli darajadagi yaqinlik va bir butunlik bor edi. U mening butun tanamni o'pardi. U mening har bir nuqtamni bilar, lekin ularga mutlaqo boshqa bir olamni kashf qilayotgandek teginardi. Biz shoshmadik. Biz go'yo bir-birimizni birinchi marta ko'rib turgandek qaytadan o'rganardik. U qulog'imga shivirlardi. Seni sevaman. Jonginam, seni qanday qilib birovga beraman? Sensiz o'laman. Uning so'zlari ko'z yoshlari bilan aralashib ketardi. Men ham uni sevishimni, umrimning oxirigacha faqat uni sevishimni aytib yig'lardim. Buni so'z bilan tushuntirish imkonsiz. Bu ikki jismning emas, ikkita ezilgan, bir-biriga muhtoj ruhning qovushishi edi. U menga shunday nazokat bilan, shunday muhabbat bilan yaqinlashdiki, men o'zimni hayotimda birinchi va oxirgi marta to'liq his qildim. Go'yoki tug'ilganimdan beri kemtik bo'lgan qalbim o'zining haqiqiy yarmini topgandi. Bizning nafasimiz, yurak urishimiz, ko'z yoshlarimiz bir-biriga qorishib ketdi. Eng yuqori cho'qqiga chiqqanimizda biz bir vaqtning o'zida bir-birimizning ismimizni aytib ingradik. Bu lazzat nidosi emasdi. Bu og'riq edi. Bu yirtilib ketgan qalb faryodi edi. Bu abadiy vidolashuv nidosi edi. Chunki ikkimiz ham bu kecha birinchi va oxirgi marta ekanligini judayam yaxshi bilardik. Biz tonggacha qimirlamay yotdik. Bir-birimizni shu qadar mahkam quchoqlab olgandikki, go'yo kimdir kelib bizni ajratib tashlashdan qo'rqardik. Tashqarida yomg'ir tindi. Xonaga tongning sovuq, kulrang yorug'ligi tusha boshladi. Men yuzimni ko'tarib unga qaradim. Uning yuzida qotib qolgan yosh izlari bor edi. U hamon yig'lardi. Men ham indamadim. Biz gaplashmadik. Bunga hojat yo'q edi. Biz chiziqni kesib o'tgandik. Biz o'rtamizdagi pok insoniy rishtani o'z qo'limiz bilan, sevgimiz bilan o'ldirgan edik. O'sha tong biz bir-birimiz bilan abadiy xayrlashdik. Ham aka-singil sifatida, ham telba oshiqlar sifatida. 2 kundan so'ng men oppoq kelinlik libosida Rustamning yonida qotib turardim. Hamma qarsak chalar, tabriklar, qanday baxtli kelin deb havas qilardi. Men jilmayardim. Lekin ich-ichimdan men o'lik edim. Mening ruhim o'sha yomg'irli tunda, o'sha xonada qolib ketgandi. To'yxona markazida yuzlab odamlar orasida men Jasurning nigohiga to'qnash keldim. U uzoqdan menga qarab turardi. Uning ko'zlarida endi na mehr, na sevgi bor edi. Uning ko'zlarida faqat o'lik bir sovuqlik, dahshatli bir bo'shliq bor edi. U men uchun o'sha lahzada abadiy begona odamga aylandi. Bizning sirimiz bizni biriktirmadi, aksincha oramizga yengib bo'lmas beton devor qurdirdi. O'sha kundan beri 10 yildan oshdi. Biz Jasur bilan ko'rishib turamiz. Oilaviy bayramlarda, yig'inlarda. Lekin biz hech qachon
Hech qachon yolg'iz qolmaymiz. Biz o'sha tun haqida biron marta ham gaplashmadik. Ismiga ham yuzlanmadik. U mening erimga ajoyib pochcha. Bolalarimga mehribon tog'a. Hech kim, hatto ota-onam ham hech narsani sezmaydi. Jasur ham uylandi. Uning ham o'z hayoti bor. Men Rustamni hurmat qilaman. Uni qadrlayman. U haqiqatan ham yaxshi er, ajoyib ota bo'ldi. U menga tinch, barqaror hayot berdi. Mening oilam butun. Lekin har kuni men vijdon azobida o'taman. Erimning ko'ziga qarab, unga qilingan mudhish xiyonatimni eslayman. Bu mening xochim. Buni bir umr ko'tarib o'taman. Lekin ba'zan uyda yolg'iz qolganimda, yomg'ir yoqqanida men o'sha tunni eslayman. O'shanda his qilgan vujudimni kuydirgan olovni eslayman. Tan olish qanchalik dahshatli bo'lmasin, men o'sha kechadan boshqa hech qachon, hech kim bilan o'zimni u qadar tirik, u qadar baxtli his qilmadim. Bu mening qora gunohim. Va bu mening hayotimdagi yagona haqiqiy muhabbatim. Men bu sirni o'zim bilan tuproqqa olib ketaman.